Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borishganimiz a'zolari, navbatdagi mebelni stoka jarayoni tugatdik. Bu mebelni Marhamat tumani Svedrov mahallasiga ustunovka qildik. Общий joyimiz 345 holatda, bo'yi 240 holatda bo'ldi. Mebelimiz ichida 4 burchak mo'yka, sushilka, patnos, u turbasi, tashchalari besplatniy. Vakuum holatda. Eshik chekalari plastmassa pog'i qalinda, xo'sh. Bu ichlari ham 100% pog' kronkada bo'lgan ichlari, germanskiy stanoyda. Tepa eshik 90lik hisobiga ikkitadan polka bo'lgan. Oshim moshig'imiz ham Ausi deydigan qimmat oshim moshlarda bo'ldi. Vakuumli. Rossiyskiy Soyuz firmani installyatsiyasida bo'ldi. Xolodilnikimiz tepasi doimiy ravishda katta holatda xolodilnikka moslanib chiqariladi. Beshinchi sekalariga temirlari, pilotuslari germetiklar qo'yiladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib ustunovka qilib beramiz.